sun'iy intellektning oxiri bormi va u qayergacha yetishi mumkin? Mana shunday savol. Bu haqida nimadir deya olmayman. Chunki ayniqsa hozir falsafa o'qiyotgan vaqtlaridaman. Esimdan chiqdi. Bu shkala bo'yicha 4 taga bo'lingan biz. Insoniyatning rivojlanishi yoki koinotning qaysidir qismida rivojlangan insonlar yoki inson madaniyatiga yaqin qanaqadir jonzotlar bo'lsa, bu shkalaga moslab qo'yishgan va biz hattoki 0 da emas biz, 1 da emas biz. Birinchi shkalaga yetgan insoniyat, men shunaqa tasavvur qilaman, quyosh energiyasini ishlata olamiz, quyosh panellari bilan emas. Boshqa boyagi sayyoralarni yer resurslarini boyagi qo'parib olib kela olamiz o'zimizga yoki boshqa sayyoralarni kolonizatsiya qilishimiz mumkin va bularning hammasini yo'li afsuski sun'iy intellekt va bu yana bitta shaxsiy fikrim, albatta oxirida shaxsiy fikrim deyapman. Qachondir evolyutsiya yordamida, evolyutsiya bilan qachondir sun'iy intellekt insonlarning o'rnini egallashi mumkin. Bundan 100 ming yildan keyindir balki. Tasavvur qila olmayman. Bundan 100 ming yil keyinini va sun'iy intellektni qo'shimcha qilishim kerak. Sun'iy intellektning oxirini ko'rmayapman. Chunki sun'iy intellekt uchun ozuqa quyosh energiyasi. Va biz o'zimiz sun'iy intellektni ham balki 0 atrofidadirmiz hali. Balki. Chunki biz hozir fizikani yoki kimyoni bilamiz deya olmaymiz. Ya'ni kim menga boyagi qora tuynuklarni qanaqa ishlashini ta'riflab bera oladi ipidan ignasigacha? Hech kim. Albatta ancha ma'lumotimiz bor, lekin qora tuynuk qila olmaymiz. Xuddi shunaqa.